elimiz hamda xalqimiz mehrini qozongan iste'dodli san'atkorlarimiz bilan suhbat qilamiz. Demak, bizning bugungi mehmonimiz iste'dodli xonanda, ajoyib san'atkor Jasurbek Mavlonov bo'ladilar. Assalomu alaykum Jasurbek. Xush kelibsiz ko'rsatuvimizga. Sizni ko'rganimizdan juda ham xursandmiz, chunki siz bilan biz mana shunday bahorning ilk kunlarida aynan bahoriy kayfiyatda siz bilan uchrashayapmiz. Aynan bahor bu san'at ahli uchun, ijod ahli uchun qanaqadir mana shu ilhom bag'ishlaydi-da. Aynan siz san'atkorsiz, iste'dodli xonanda, o'zingizni qo'shiqlaringiz bilan xalqimizga tanilib boryapsiz-da. Jasurbek, barchamizga ma'lumki, siz yaqindagina teletomoshabinlarimizga, yurdoshlarimizga o'zingizning yangi klipingizni ishlab ularga taqdim etdingiz. Albatta, mana shu klip juda ham hazilomuz tarzda ishlangan va qo'shiq ham hazilomuz. Ahd qiluvdim hech go'zalni suymagani, yo'ldan urdi meni ko'zi o'ynagani. Shu kunlar o'tib, oylar o'tib, nozlar etib, zirak dedi menga yoshli ko'zlar etib. Mayli dedim yigitlarcha so'zlar etib, pand berdi-ku uni yolg'on yig'lagani. Degandan keyin ancha bo'ldi ko'rmadim u malakni ham, malak bilan ketgan o'sha zirakni ham. O'sha joyni aytganimda, o'sha to'y hashamlarda ham ko'pchilik kulib olgan, hazil huzulga yo'yilib ketgan. Ancha bo'ldi ko'rmadim u malakni ham, malak bilan ketgan o'sha zirakni ham. Kulganiga ishonmangiz, aldashadi, xushyor bo'ling, man degan zirakni ham. Ahd qiluvdim hech go'zalni suymagani, kuyganlarni ko'rib menam kuymagani. Ahd qiluvdim hech go'zalni suymagani, kuyganlarni ko'rib menam kuymagani. Lek yurakka buyruq berib bo'lmas ekan, sho'x yurakka buyruq berib bo'lmas ekan. Yo'ldan urdi meni ko'zi o'ynagani, yo'ldan urdi meni ko'zi o'ynagani. O'ynagani, da o'ynagani, yo'ldan urdi meni ko'zi o'ynagani. O'ynagani, o'ynagani, yo'ldan urdi meni ko'zi o'ynagani. Kunlar o'tib, oylar o'tib, sirg'a dedi menga yoshli ko'zlar etib. Kunlar o'tib, oylar o'tib, nozlar etib, sirg'a dedi menga yoshli ko'zlar etib. Mayli dedim yigitlarcha so'zlar etib, mayli dedim yigitlarcha so'zlar etib. Pand berdi-ya uni yolg'on yig'lagani, yig'lagani, dod yig'lagani. Pand berdi-ya uni yolg'on yig'lagani. Suymagani, suymagani, ahd qiluvdim hech go'zalni suymagani. Ancha bo'ldi ko'rmadim u malakni ham, malak bilan ketgan o'sha zirakni ham. Ancha bo'ldi ko'rmadim u malakni ham, malak bilan ketgan o'sha zirakni ham. Kulganiga ishonmangiz, aldashadi, xushyor bo'ling man degan zirakni ham. Kulganiga ishonmangiz, aldashadi, xushyor bo'ling man degan zirakni ham. Ahd qilgandim hech go'zalni suymagani, kuyganlarni ko'rib menam kuymagani. Ahd qiluvdim hech go'zalni suymagani, kuyganlarni ko'rib menam kuymagani. Yo'ldan urdi meni ko'zi o'ynagani, yo'l
yo'ldan urdi mani ko'zi o'ynagani, yo'ldan urdi mani ko'zi o'ynagani, ahdlar qildim hech go'zal suymagani. Jasurbek, keling shu o'rinda sizni yoshligingiz haqida ham eslab o'taylik, chunki sizning yoshligingiz juda ham bir O'zbekistonimizning tarixiy joylaridan biri Samarqandda o'tganda, Samarqandni bekorga Samarqand sayqali deyishmaganda, butun dunyodagi mehmonlar ham birinchi O'zbekistonga tashrif buyurishganda Samarqandga borishadi-da. Ana shunday joyda tug'ilib o'sish bu har kimga ham nasib etavermaydi. Albatta, yoshligingiz haqida shu o'rinda eslab o'taylik. Yoshligimda o'sha maktabda o'qib yurgan paytlarimda rosa to'polonchi bola bo'lganman. Rosa sho'x bo'lganman. O'sha maktabda o'sha shanba kuni, har shanba kuni 2 soat tarbiyaviy soat bo'lardi. O'sha yerda meni shu turg'izib qo'yardi-da, hamma dashnomlar, hamma boyagi qanaqadir sho'xlik qilgan bo'lsam, o'qituvchiga berardilar, faqat men gap eshitardim. 2 soatda nima bo'lsam bu chiqardimda, shu chiqib ketardim-da, darsdan keyin o'sha stadion bo'lardi. O'sha stadionning bir chetiga borib olib, o'zimga o'zim shu o'tloq bo'lardi, o'sha botib olib, osmonga qarab, jimgina ashulalar xirgoyi qilib o'tirardim-da, o'zim nega bunaqa bola ekanman, qachon o'zgaraman, qachon bir yaxshi odam bo'laman ekan deb osmonga termilib yotaverardim o'sha paytda. Endi keyin yana dars boshlanib qoladi, yana zvonok bo'ladi. O'qituvchimiz endi juda ko'ngilchan odam edi. Chaqirib olib, endi baribir meni xafa qanaqadir ustimdan qanaqadir gap so'zlar boshqalar bo'lgandan keyin chaqirib olib, "Mayli, xafa bo'lmadingmi? O'zingni tezroq tuzatgin" derdilar-da. Bittagina ashula aytib bergan, eshitinglar, Jasur ashulasini Jasurga ashula beradi. Har shanba kuni o'sha ashula aytadi darsda. O'zimni yozgan she'rlarimni, o'zimni o'sha qilgan ashulalarimni, rubobim bo'ladi. O'sha rubobni chalib, o'zim yozib, shu ashulalar aytib beradi. Nima yaxshi. Adashmasam, sizni Samarqand go'zali degan qo'shig'ingiz ham bor. Bizning telekanalimizda o'sha qo'shiqni klipi ham juda ham ko'p namoyish etiladi. Ana shu qo'shiqdan ham xirgoyi qilib aytsangiz, teletomoshabinlarimizga juda ham qiziq tuyulardi mana shu narsa. Bizning go'zal zamonda ey Samarqand degan tomonda ey bizning go'zal zamonda Samarqand degan tomonda go'zal ko'rdim sanamlardan go'zal sevdim men sevdim o sevishi gumon
studiyamizga juda ham ko'p maktublar ham keladi teletomoshabinlarimizdan. Bizni ko'rsatuvlarimiz haqidagi fikr mulohazalarda o'sha yurtdoshlarimiz chekka tumanlarda istiqomat qilayotgan yurtdoshlarimiz maktublarida mana shu Jasurbek Mavlonovni qo'shiqlardan bizga ko'proq qo'yib bersalaringiz, chunki juda ham bizga manzur bo'layapti mana shu kishining qo'shiqlari deganda, biz albatta ularni inobatga olib, sizning qo'shiqlaringizni bizning telekanalimizda ko'proq qo'yishga harakat qilamiz. Kelajakdagi orzularingizni bilish bizga ham juda ham qiziqda. Kelajakdagi orzular haqida siz bilan gaplashsak. Kelajakdagi orzularim ijod va yana ijod, to'xtamaslik. Xalqimizga yaxshi ashulalarni ijro qilib, ularga taqdim qilish. Juda ham yaxshi. Albatta, mana shu yo'lda biz sizga omadlar tilaymiz. Rahmat. Shu o'rinda keling, teletomoshabinlarimizga siz ijroyingizdagi yangi bir qo'shig'ingizga ishlangan klipni taqdim etsak va ana undan keyin ko'rsatuvimizni davom ettirsak. Muhtaram teletomoshabinlar, yana bir bora eslatib o'taman. Siz kutgan mehmon ko'rsatuvining bugungi mehmoni iste'dodli xonanda Jasurbek Mavlonov bo'lmoqdalar. Biz ushbu ko'rsatuvimizni poytaxtimiz Toshkent shahridagi Buyuk Ipak yo'li restoranidan olib boryapmiz va ushbu restoran ma'muriyatiga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Marhamat, siz uchun Jasurbek Mavlonov. Aqlimni o'g'irlab ketgan o'shal yorim qaylardasan? Yuragimni sehrlab ketgan go'zal yorim qaylardasan? Aqlimni o'g'irlab ketgan o'shal yorim qaylardasan? Yuragimni sehrlab ketgan go'zal yorim qaylardasan? Hayolimga, hayotimga, bayotimga, haronimga, hayolimga, hayotimga, bayotimga, haronimga suratini muhrlab ketgan o'shal yorim qaylardasan? Suratini muhrlab ketgan go'zal yorim qaylardasan? Aşık şeyda uzun, bol so'zingga gado o'zim, har yo'lingda paydo o'zim, fido o'zim, mado o'zim. Mendan yiroq yo'llardasan, olisdasan, oylardasan, qo'lim yetmas joylardasan, qaylardasan, qaylardasan? Qo'lim yetmas joylardasan, qaylardasan? Deding shu so'zingga loyiqmidim? Ayt o'zimga, dardlarimga, boq so'zimga, hijron oqqan bu ko'zimga. Istagim yo'q bu jazimga, jabrga band bu bazimga. Ishq bitilmas yulduzimga, qaytmas yorim qaylardasan? Ishq bitilmas yulduzimga, qaytmas yorim qaylardasan? Go'zal yorim qaylardasan? Sevar yorim qaylardasan?
Jasurbek, hozir mana birgalikda teletomoshabinlarimiz bilan sizni uzoqdan turib kuzatgan lavhamizni ko'rdingiz. Albatta bu juda ham qiziq. Teletomoshabinlarimizga o'zlarini suyukli san'atkorlarini chetdan turib kuzatish bu hammaga ham nasib qilavermaydi-da. Chunki biz juda ham quvonib ketdik bu narsadan. Studiyada ham juda ham chiroyli bir tarzda siz ijod qilar ekansiz. Ijod yo'liga kirib kelganingizga juda ham ko'p bo'ldi mana. Mana shu ijod yo'lida hayotingizda qiziqarli voqealar juda ham ko'p bo'ladi. Mana shu qiziqarli voqealardan birini eslab o'taylik. Qiziqarli voqealar ko'p bo'lgan. Men bittasini aytib bermoqchiman. Mana shu 2012-yil kirib kelishida o'sha televideniya uchun Yoshlar telekanalida katta o'sha bazmni syomka, yangi yil oqshomini syomka qilishadi. Ya'ni o'sha yerda juda ko'pchilik san'atkor kelishgan, san'atkorlar kelishgan, ko'pchilik akalarimiz, shu mashhur san'atkorlar, xalqimiz ko'rgan bu syomkani. O'sha yerda endi boshlanish kerak bo'lgan payt o'sha ustozimiz Ozodbek Nazarbekov ham keldilar. Hammamiz turibmiz, endi butun san'atkorlar kelishgan. Shu hamma yoqda lampalar yonib turibdi. O'sha qorlarni ham yog'dirishga tayyor bo'lib turibdi. O'sha apparaturalar hammasi oyog'ini tagiga endi har joyga o'sha lampa yoqib qo'yishgan-da, chiroqlarni yoqib qo'yishgan. Endi o'sha syomkani boshlash jarayonida endi boshlamoqchi bo'lib turganda shu oyog'ini tagida lampa turgan ekan. Shu ashulani endi o'sha qo'yaman degan payt o'shani bosib oldim-da, oyog'im tegib ketdi-da. Bosib olding deysiz, o'chib qoldi o'sha joyda. Keyin ko'pchilik san'atkorlar, "Voy, nima bo'ldi? O'sha yerda anaqa bo'ldi." O'sha yerda bir yarim soat 40 minutga ozgina cho'zildi. O'shandan keyin juda ko'pchilik shu ustozim ham Ozod akam ham hazil qiladi dedilarki, shu sani deb shuncha san'atkorlar yarim soat o'sha sani ishingni deb kutib turishdi deb hazil-huzul aralash gapiradilar. Keling shu o'rinda muhtaram teletomoshabinlarimizga yana bir bora eslatib o'taman. Bizning bugungi ko'rsatuvimiz mehmoni iste'dodli xonanda, san'atkor hamda shoir Jasurbek Mavlonov bo'ladilar. Jasurbek, shu o'rinda teletomoshabinlarimiz hozir juda ham kuchayotgandir mana shu narsani. Hayajonli daqiqa. Sizni yurtimizga, elimizga tanilgan mana shu yana ishq qo'shig'idan xirgoya qilib bersangiz. Xo'p, marhamat. Sendan o'zga yorim ashuq olamda hech yo'q. Mendek telba xoru oshiq olamda hech yo'q. Ah uraman, faryod uraman, sen uchun hammadan ko'p. Ah uraman, faryod uraman, sen uchun hammadan ko'p. Ishq yana ishq paydo, aylar o'ziga shaydo. Azizlar, hozir e'tiboringlarga bir ukamizni havola etmoqchiman. Jasurbek Mavlonov, marhamat. Jasurbek Samarqandning Narpay tumanida. Bir necha yildan beri mana shu yonimizda ustoz deb etagimizni ushlab, bizni xizmatimizni qilib, mana shu sozanda akalarini xizmatini qilib, yaxshi san'atkor bo'laman deb umid qilib, bel bog'lab, astoydil yurakdan shijoat bilan ijod qilib kelyapti. Oldingi dasturlarimizda shu yigitni ijodidan bir ikkita qo'shiqlar kuylaganmiz. Ham ajoyib bastakor, ham ajoyib shoir, ham o'zi yaxshi ijrochi. Muhabbat ko'yda xorman, muhabbat yo'lida zorman, muhabbat ko'changda borman, muhabbat, muhabbat. Mana shu qo'shiqlarimiz va yana bir qancha qo'shiqlarimizni muallifi Jasurbek Mavlonov. Marhamat.
Sendan o'zga yoru ma'shuq olamda hech yo'q. Mendek telba xoru oshiq olamda hech yo'q. Ah uraman, faryod uraman, sen uchun hammadan ko'p ko'p. Ah uraman, faryod uraman, sen uchun hammadan ko'p ko'p. Ishq yana ishq, yana ishq paydo, aylar o'ziga shaydo. Ishq yana ishq, yana ishq paydo, aylar o'ziga shaydo. Qaydan bitsin sevgi satrin, ishq kitobin bilmasa. Qaydan bilsin sevgi qadrin, toshbag'ir yor sevmasa. Sen sevasan, men sevaman, o'rtada ishq paydo. Sen shaydoyu men shaydo, o'rtada ishq paydo. Ishq yana ishq, yana ishq paydo, aylar o'ziga shaydo. Ishq yana ishq, yana ishq, aylar o'ziga shaydo. Ah yonaman, yonaveraman, har lahzada sog'inaveraman. Rashk yana rashk qilaveraman, gullardan ham qizg'onaveraman. Ishq yana ishq, yana ishq paydo, aylar o'ziga shaydo. Ishq yana ishq, yana ishq paydo, aylar o'ziga shaydo. Albatta barchamizga ma'lumki, teletomoshabinlarimiz ham mana shuni bilishsa kerak. Siz ustoz san'atkorimizni konsert dasturlarida birinchi bo'lib ishq yana ishq degan qo'shig'ingiz bilan, demak, sahnaga chiqqan edingiz. Juda ham katta sahnaga, chunki o'sha sahnada turishni o'zi bu buyuk, chunki O'zbekistonimizdagi eng mashhur san'atkorlarimiz ham o'sha konsert zalda konsert berib, xalqimizning yuragidan ozgina bo'lsa qozonishganda, albatta o'sha sahnaga chiqishni o'zi siz uchun bir sharaf bo'lsa kerak menimcha. O'sha qo'shiqni yaralish tarixi haqida siz bilan suhbatlashaylik. Istiqlol san'at saroyida ilk bora shu ustozim Ozodbek Nazarbekov konsertlarida, akamizning konsertlarida o'sha ashulani ijro qilganman. Ishq deb nomlanadi. So'zlari tegishli, buni musiqasi ham o'zimga tegishli. Bu qo'shig'ni yozish jarayoni tong payt bo'lgan. Ustozim Ozodbek akamning gitaralari bo'lardi. O'sha gitarani qo'limda olib, o'sha ashulani xirgoyi qilib, o'sha yozilgan o'sha payt. Keyin maslahatlashganman. Qaysidir joylari o'zgartirilgan, qaysidir joylariga fikr bildirilgan, shu joylar o'zgartirilib, musiqa bezagini Baxtiyor aka Sobirov, o'zimizga yaqin akamiz, musiqa bezagi, ya'ni aranjirovka qilganlar mashulani. Mana shu so'zlariga, so'zlarini kamchiligini ko'rib,
mana shu musiqasini ozgina kamchiligini, bu yoqlarini tuzatishda menga katta yordam bergan ustozim Ozodbek Nazarbekov bo'ladilar. Albatta, mana shunday bir siz buyuk sahnaga chiqishga hech hayajonlanmaganmisiz? Hayajon bo'lgan albatta. Hayajon bo'lgan, lekin insonda shu chiqaman degan g'ujur bo'ladi insonda. Shu o'sha g'ujuri ham qanaqadir foyda berar ekan. Milliy hit parad ko'rsatuvimizda sizning yetim bolalar haqida kuylangan qo'shig'ingiz birinchi o'ringa chiqqanda, chunki bu yurtdoshlarimizning sizga bo'lgan ishonchidan darak beradi-da. Aynan mana shu qo'shiqni tarix haqida ham siz bilan suhbatlashaylik. Bir paytlar o'sha bizni bir qo'shnimiz bo'lardi. O'sha qo'shnimizni ozgina hayotidan olingan desam ham bo'ladi. O'sha men bir xonadonni bilaman. Unda yetimlar onasini izlab yig'laydi degan joylar. Men bir xonadonni bilaman. Unda yetimlar onasini izlab yig'laydi. Bir uyda kecha kunduz bo'zlashadi bolalar. Gir aylanib onasini izlashadi bolalar. Kattasining oqlari to'kilganda tilidan, iymoni bor odamning qonlar oqar dilidan. Bu uyda kecha kunduz bo'zlashadi bolalar. Gir aylanib onasin izlashadi bolalar. Ona, ona, onajon, uyga sig'may ketyapman. Kunduz chopib, tun chopib, sizga yetmay o'tyapman. Devordagi osiqlik ro'molingiz yig'laydi. Uy ichida charx urib, uvoningiz yig'laydi. Jismimda jon yig'lar, dasturxonda non yig'lar, piyolada choy yig'lar, yulduz yig'lar, oy yig'lar. Sizni kunduz axtarsan, kunduz yig'lar biz bilan. Uydagi gul dovdaraxt, yulduz yig'lar biz bilan. Choqga tushgan toychoqdek talpinamiz siz tomon, tilni tishlab yig'laymiz, ko'rmaysizda onajon. Onajon, bo'zlayverib sil bo'ldim. Borsa kelmas yo'llardan izlayverib sil bo'ldim. Ovutolmay singlimni yig'laydilar dadam ham. Boshim mushlab jonini tig'laydilar dadam ham. Ko'rgim kelar onajon, ko'rgim kelar onajon, ko'rgim kelar sizni. Ko'rgim kelar. Sizsiz dunyo qorong'u, xunuk ekan uyimiz. Ezib qo'ydi bizni ham, qachon o'sar bo'yimiz. Bo'lardi-ku onajon, o'ylasangiz bizlarni. Kim oladi bag'riga yetim o'g'il qizlarni? Kichik singlim bir kuni sizni yo'qlab tolgandi. Alamidan mast bo'lib dadam uxlab qolgandi. Ovutmoqchun singlimni bir o'yin topish kerak. Eng yaxshi o'yinimiz oq terakmi, ko'k terak? Oq terakmi, ko'k terak? Bizdan sizga kim kerak? Oq terakmi, ko'k terak? Men kerakmi, u kerak? Oq terakmi, ko'k terak? Singlim senga kim kerak? Bilmaysizmi akajon? Menga onamlar kerak. Oq terakmi, ko'k terak? Bizdan sizga kim kerak? Oq terakmi, ko'k terak? Bizdan sizga kim kerak? Singil jonim, menga ham onamlar kerak. Oq terakmi, ko'k terak? Bizdan sizga kim kerak? Oq terakmi, ko'k terak? Bizdan sizga kim kerak? Xudojon, bizga onamlar kerak. Kecha kunduz bo'zlashadi bolalar. Gir aylanib onasin izlashadi bolalar. Yetimlarning oqlari
to'kilganda dilidan iymoni bor odamning qonlar oqar dilidan dilidan. Jasurbek, kelgusidagi ishlaringiz, ijodingizga omadlar tilaymiz. Rahmat. Albatta kelajakda sizdan juda ham ko'plab qo'shiqlar kutamiz. Sizdan albatta kerakli O'zbekistonimizdagi bir buyuk san'atkor bo'lib yetishasiz degan umiddamiz. Chunki mana shunday bir buyuk insonlarni qo'lida tarbiya olish va mana shular qo'l ostida ijod qilish bu hammaga ham nasib qilavermaydi-da. Mana shu ijodingizda, serqirra ijodingizda omadlar tilagan holda biz bilan xayrlashamiz. Rahmat. Salomat bo'ling, oila a'zolaringiz baxtiga sog' salomat bo'ling. Rahmat. Muhtaram teletomoshabinlar, biz hozirgina mehmonimiz, aynan bugungi ko'rsatuvimiz mehmoni Jasurbek Mavlonovni ham demak studiyamizdan kuzatib yubordik va hozir biz bejizga mana shu ko'rsatuvimizni yakunlaganimiz yo'q, chunki hozir biz Jasurbekni o'zlaridan birozgina yashirib el suygan san'atkorlarimizdan Jasurbek haqidagi fikr mulohazalarini olganmiz. Bir lavhamiz bor. O'sha lavhani efirga uzatamiz va bugungi ko'rsatuvimizga yakun yasaymiz. Albatta, men ko'rsatuvimiz haqidagi fikr mulohazalaringizni 8884 raqamiga ATR so'zdan keyin bitta joy qoldirib, SMS-larda yo'llashingizni kutib qolardim, chunki bizning telekanalimizni muxlislari siz kutgan mehmon ko'rsatuvidagi hafta qanday siz sevgan san'atkor ishtirok etishini xohlardingiz? Mana shu fikr mulohazalarni kutib qolamiz va bugungi ko'rsatuvimizni biz poytaxtimiz Toshkent shahridagi Buyuk Ipak yo'li restoranidan olib bordik va ushbu restoran ma'muriyatiga o'z minnatdorchiligimizni bildirgan holda e'tiboringizga mazkur lavhalarimizni havola etamiz. Marhamat, xayr, salomat bo'ling. Ustozimiz O'zbekiston xalq artisti Ozodbek Nazarbekov akamizni ko'proq shu hazil-huzul aralash ba'zi so'zlarda aytishadiki, ayni sani yoshlik vaqtingga o'xshab ketadi. Shu o'zini tutishlari, ijodga bo'lgan yondashuvi deb ko'p qaytarishadi. Jasurbek ukamizga shunaqa bir chiroyli, go'zal omadni tilab qolamiz. To'g'ri, endi biz o'zimiz ham yoshligimizda mana shu ustozlar qo'lida, ustozlarni nasihatlari, ustozlarni yo'l yo'riqlari, o'g'itlarini olib kam bo'lganimiz yo'q. Shuning uchun bugungi kunda o'zimiz ham mana shu darajaga yetgan ekanmiz. Qanaqadir orqamizdan ergashib bizga havas qilib kelayotgan yoshlarni hammalarini qo'ldan kelganicha qo'llab-quvvatlashga, sahnaga o'qishga, umuman katta maydonga qo'shishga, yordam qilishga har doim tayyormiz. Endi bularni ichidan albatta bugungi kunda o'z ustida ishlab, mehnat qilib, nima deydi, shu tezroq ilg'ab, tezroq ko'proq o'rganib, boshqalarga nisbatan o'zini yaxshi ma'noda o'zini ko'rsata olayotgan shogirdimiz mana shu Jasur Mavlonov. Jasurbek Mavlonovning ijobiy va salbiy tomonlari inson sifatida. Endi ijobiy tomonlarini gapirishim mumkin. Yaxshi yigit, odobi, xulqi, umuman kattalarga hurmat, kichiklarga izzat. Eng yaxshisi meni quvontiradigan tomoni ijodkor. Shu tinim bilmasdan ijod qiladi. Juda ko'p ishlaydi o'zini ustida. Shu tomonlari menga juda ham ma'qul. Endi hozirgi paytda umuman hayot talabi shu. Bir daqiqa ortga chekinmasdan faqat oldinga harakat qilib, intilib, ijod qilib, to'xtovsiz ijod qilganki odam bir samaralarga erishadi. Shuning uchun Jasurda mana shu ijodkorlik tomonini juda ham hurmat qilaman. Ko'z tegmasin, ijod qilsin. Endi nima deydi, salbiy tomoni deb bo'lmaydi. Hali yosh, sal ziyraylik kerak, ozgina soddaroq, endi har holda o'zimizga o'xshagan. Hali sekin-sekin o'z qovurib pishgan bo'lsam, bugun faqat san'atkor bo'lish o'zigina bir insonga kamlik qiladi. Eng avvalo yaxshi odam bo'lish kerak. Eng avvalo yaxshi inson bo'lish kerak.
eng avvalo o'zini hayot yo'lini qanaqadir aniq chizib olish kerak. O'shandagina bugungi kun muxlislar ham juda ham ziyrak odamlar, shuning uchun shunga yarasha eng avvalo insonni birinchi qiladigan ishi o'zini insoniylik tomonlarini avvalo shakllantirib, undan keyin qolaversa hamon ham shu bir ishga qo'l urgandan keyin u san'at sohasi bo'ladimi, sport bo'ladimi, boshqa sohalar bo'ladimi, shuni uddasidan chiqishga shu jon jahdi bilan bir harakat qilish kerak, mehnat qilish kerak. Bu yo'lda to'xtamaslik kerak, izlanish kerak. Shu ustozlarni ko'proq kattalarni gapiga quloq solish kerak, kattalarni ko'rsatgan yo'llaridan qolmaslik kerak. Shu biz uchun aslida hamma ishlar qilib bo'lingan. Biz uchun shu hamma ustozlar tomonidan umuman san'at yo'lida ham ochilmagan eshiklar, ochilmagan qirralar qolmagan. Faqat mana shularni to'g'ri anglab, to'g'ri foydalanib, to'g'ri xulosa chiqarib yashasak, ijod qilsak, menimcha ham hayotda ham, ijodda ham o'sha bizgacha hamma narsa aytib bo'lingan, bizgacha hamma narsa qilib bo'lingan. Faqat buni biz to'g'ri shakllantirib bilish bizga qolgan gap. Shuni uddalasak, bugun ukalarimizga ham maslahatim shu, eng avvalo odam bo'lish, qolaversa, undan keyin shu ijod bo'ladimi, boshqasini hammasida ham albatta tirishqonlik, talabchanlik, o'zini ustida ishlash, natija bermasdan qolmaydi. Ustoz sifatida shogirdingiz Jasurbek Mavlonovning kelajagini ko'ra olyapsizmi hozirdan? Endi yaxshi niyat, umid, hech qachon so'nmaydi, albatta umid qilamiz, yaxshi san'atkor bo'lsa. Maqsad shu, o'sha eng yuqori marralarni urishini ko'rish, shu chin dildan shu narsalarni xohlayman.